Assalomu alaykum. Boburnoma O'zbek mumtoz adabiyotining nodir yodnomasidir. Jahon olimlari Boburning kitobiga shunchalik qiziqdilarki, asar ingliz tiliga 10 marotaba tarjima qilingan. Boburnoma birinchi navbatda Shohanshoh Boburning umriy tarjimai holidir. Dunyo olimlari Boburni jahonni yirik imperatorlariga qiyoslab, yakdillik bilan uni dilbar shaxs ekanligini ta'kidlashadi. Boburnoma O'zbek mumtoz adabiyotidagi bebaho asarlar qatoridan munosib o'rin egallab turgan asar sifatida e'tirof etiladi. Unda O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, jo'grafiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar o'rin egallagan. Asarni o'sha davri o'zbek adabiy tili yorqin namunasi sifatidagi qadr-qimmati hamon o'z ahamiyatini yo'qotmagan.